O'zbekistonda soliqlarni qochsa bo'ladimi? Soliqlarni kamaytirsa bo'ladimi? Mana shu savolga ko'pchilik xayolida birinchi o'ylaydigan narsa bu jinoyat yo'llari orqali yoki yolg'on yo'llar orqali soliqlarni yashirish orqali soliqlarni kamaytirish imkoni bor deydi. Biroq soliqlarni qonuniy ravishda kamaytirish O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida, soliq qonunchiligida, soliq kodeksida belgilab o'tilgan. Bugungi videoda biz aynan ushbu soliqlarni qonuniy ravishda kamaytirishning bitta usuli haqida gaplashamiz. Demak, O'zbekistonda bilamiz, ko'pchilikda ipoteka krediti asosida olingan uy-joylar mavjud va ularning ko'pi subsidiya orqali olingan. Ya'ni davlatimiz tomonidan aholini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida ko'plab toifadagi insonlarga subsidiya ajratiladi. Mana shu subsidiya orqali siz o'zingiz to'laydigan ipoteka krediti, uning asosiy stavkasi va foizlari miqdori to'laydigan pul qismingizga nisbatan daromadni 0 stavkada tushirsangiz bo'ladi. Buni qanaqa qilinishini hozir men sizga oddiy misol bilan tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, sizning oyligingiz 15 million so'm. Siz mana shu 15 million so'mni olish uchun 12% daromad solig'i to'laysiz. Bu degani 1 million 800 ming so'm degani. Va bu 1 yil davomida 21 million so'mni tashkil qiladi. Endi tasavvur qilaylik, sizda Sergelidan bu 2 xonali uy sotib olgansiz va uning har oylik ipoteka krediti to'lovlari va foizlari 5 million so'mni tashkil etadi. Endi qarang, sizda 15 million oylik bor. Siz 15 million oylikni 5 millionini siz ipoteka kreditiga sarfladingiz. Qolgan 10 million so'mdan siz 1 million 800 ming so'm daromad solig'ini to'lashingiz kerak. Umumiy olganda jami 15 millionni to'laysiz. Oddiyroq tushuntiraman. Biroq mana shuni 1 million 800 ming so'm emas, kamroq to'lash usulini o'rgataman. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 378-moddasiga binoan, ya'ni 378-modda 16-bandiga binoan mehnatga haq to'lashning 80 baravar miqdorida, ya'ni 102 million so'mga yaqin bo'lgan to'lovlarga nisbatan sizdan daromad solig'i undirilmaydi. Bu qanaqa amalga oshiriladi? Tasavvur qiling, siz 1 yil davomida mana shu imtiyozni qo'lga kiritishingiz uchun siz misol uchun 90 million so'm, jami yil davomida 90 million so'm, 100 million so'm, 60 million so'm, 70 million so'm, 102 million so'mdan ortiq bo'lmagan to'lovlarni ipoteka kreditiga to'lagan bo'lsangiz, mana shu qismi sizning daromadlaringizdan chegirib tashlanadi va sizga soliq solinmaydi. Endi hisoblab ko'rsataman. Siz 1 yil davomida Sergelida olgan 5 million so'mlik har oylik ipoteka kreditingizni 1 yilda 60 million so'm qilib to'laysiz. Agar siz 60 million so'm to'laydigan bo'lsangiz, sizni 15 million so'm oladigan oyligingizni chegirladi va qolgan qismiga daromad solig'i hisoblanadi. Esingizda bo'lsa, videoni boshida siz yiliga 21 million so'm to'lardingiz. Endi esa yiliga 21 million so'm emas, 14 million 400 ming so'm daromad solig'i to'laysiz. Bu degani sizda 6 million 600 ming so'm miqdorida qo'shimcha pul mablag' yoningizda qoladi. Bu pul mablag'lariga xohlasangiz o'sha ipoteka kreditingizni keyingi to'lovni qilishingiz mumkin yoki uyingizga televizor, xolodilnik, kiruvadigan mashina, o'zingiz kerakli mahsulotlar ishlatishingiz va olishingiz mumkin. Faqatgina mana shu oddiy qoidani bilib, mana shu huquqlaringizni bilib, davlat tomonidan belgilangan berilgan imtiyozingizni bilsangiz kifoya. Videoni aynan shu qismida sizda savol tug'iladi. Qanaqasiga 21 million so'm 14 million 400 ming so'mga aylandi? Buni men sizga qisqa arifmetik va oson usulda tushuntiraman. Tasavvur qiling, 15 million oylik bu 12 oy davomida 180 million so'mni tashkil etadi. 180 million so'mni 12% bu 21 million so'mni tashkil etadi. Endi boya biz imtiyozni gapirdik. Demak, sizda har oy 5 million so'mdan to'lov bo'lsa, u 12 oyda 60 million so'm to'lov bo'ladi. 60 million so'm to'langan qismingizga soliq solinmaydi. Shu sababli 180 milliondan 60 millionni ayirib tashlaymiz. 60 millionni ayirib tashlaganimizdan so'ng sizda 120 million so'm qoladi va aynan 120 million so'mga siz daromad solig'ini hisoblasangiz 12% bu 14 million 400 ming so'm bo'ladi. Endi qarang, sizda balki ipoteka kreditingiz ko'proq bo'lishi mumkin. Masalan, 6 milliondan, 7 milliondan, 8 milliondan bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda ham hech qanaqa muammo yo'q, faqatgina jam yillik miqdori 102 milliondan oshib ketmasligi kerak. Misol uchun qarang, 180 million oyligingiz bor, 102 million so'm ipoteka krediti to'ladingiz. Demak, sizda
78 million so'm daromad paydo bo'ladi. Mana shu 78 million so'mgina qismiga siz daromad solig'i to'laysiz. Mana shu 78 millionning 12% atigi 9 million 360 ming so'm bo'ladi. Endi tasavvur qiling. 21 million so'm soliq to'laganingiz qayerda-yu? Masalan, 14 million yoki mana eng maksimal miqdorni hisoblab chiqsak, 9 million 360 ming so'm soliq to'laganingiz qayerda? Ya'ni bu sizdan foydalanishingiz mumkin bo'lgan maksimal imkoniyat deyiladi. Va umuman olganda soliq qonunchiligida boshqa imtiyozlar ham bor. Misol uchun 3 million so'mgacha bo'lgan miqdorda xususiy bog'chalarga bersangiz sizga daromadingiz qismiga soliq solinmaydi. Ya'ni bu imtiyozdan foydalansangiz bo'ladi va bu imtiyozlar haqida keyingi videolarda ham gapirib o'tamiz. Demak, hurmatli do'stlar, agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing, bizning kanalimizga obuna bo'ling va videodagi ma'lumot haqidagi fikringizni yozib qoldiring va keyingi videolarda aynan sizga qaysi mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu mavzularni yozib qoldirsangiz, biz sizdan taklif olib, ushbu mavzularni biz sizga yoritib beramiz.